Başlayın. Gelinlar ilip be ülgineyli, ana tilini puxta igelleyli. Köpçilik hemmeyle güzel ana tilda, azade hem ravan sözü şeyli. Assalamu alaykum bizning qadrdan do'stlarimiz. Biz bugun Yosh o'smirlar talantli programmamizda bizni hayron qoldirgan, surat chilish, qo'l hunarlarini ko'rsatgan talantli Yarkan tavasini Buloq Nozim maktabining o'quvchisi Ismoiljon Toyirjonov to'g'risida suhbat qilamiz. Erjanovning armoni kelajakda multfilm suratlarini yasab, multfilm chiqarish ekan. Do'stlar, biz Ismoiljonga albatta ishonamiz. Sabab emgak bor edi, barakat bor do'stlar. Yosh o'smirlar talantli programmamizda bir necha sirliq talantini ko'rsatgan Yolqinjon qizi Maryamning talantini birga ko'raylik. Assalomu alaykum. Men To'xtaxona Maryam. Mening hozirgi qiziqishim bu angliskiy va matematika. Shundaqla san'atga qiziqaman. Ko'plagan amaklarga boraman. Masalan, angliskiy, matematika, usul va xor. Adamlar naqsha etib so'rasa, men ularga qo'shilman. Adamlarning kelajak armoni bo'ldi. Mening armonim bor. Masalan, mening armonim bu onamning aqtini aqlab, maktabimni yaxshi bitirib, cho'ng o'qishlarga tushib, angliskiy muallimi yoki bo'lmasa переводчикка bo'lgim keldi. Shundaqla chet ellarga sayohatga chiqib, u yoqda o'zimning ishimni davomlashtirgim keladi.
Yalqıncan qızı Məryəmnin chet el tillerini yaxşı öyrənib, çoğ çoxlardan görüngisi keldigan. İlohim amalga oshsin do'stlar. Gelinlar ilib və ülginəyli Ana tilini puxta igələyli Köpçilik həməylə güzel ana tilda Azadə həmrəvan sözü şeyli